Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qaynamızda diqqatinglar ekranımız olsun. Xitoy yaqinqi tarixdagi eng ig'ir kelkunga duch keldi. Xitoyning ba'zi rayonlari 100 yilda bir ko'riladigan ig'ir kelkun ofatiga duch kelgan bo'lib, iqtisodiy ziyon bir necha kun ichida 100 million yuandan oshib ketgan. Wang Yi torining 22-iyundagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Guangdongdagi Shaoguan va Qingyuandan iborat ikki shaharda bir necha kun uda qattiq yomg'ir yoqqan. Buning ta'siriga uchragan Beijing daryosining asosli iqinlaridagi suv miqdori ogohlantirish saviyasidan oshib ketgan bo'lib, darajadan tashqari kelkun ofatiga duch kelgan. Navbatda kelkun Xitoydagi 113 daryo o'stanga hujum qilgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy suvchilik ministrligining Jiujiang daryosi suv ishlari komiteti 22-iyun soat 12 dan oshganda ofatning jiddiylik darajasini o'stirgan hamda kelkundan qizil ogohlantirish uqtirishi chiqargan. Yomg'irning ta'sirida 22-iyun soat 12 da Beijing daryosining iqim miqdori 18,5 ming kub metr har sekundga yetgan bo'lib, tarixdagi eng yuqori saviyadan oshib ketgan. Saat 14'da Guangdongning Yingdadagi suv o'rni 36 metrga yetib, ogohlantirish saviyasidan 10 metrga yaqin oshib ketgan. Bu suvning miqdori 1994-yili 6-oyda ko'rilgan eng yuqori suv o'rnidan 1 metr oshib ketgan. Shundaqla 1931-yildagi eng yuqori suv o'rnidan yuqori bo'lgan bo'lib, 100 yilda bir qatim ko'rilgan ofat deyishga bo'ladi ekan. Xitoydagi qisman dehqonchilik maydoni kelkun ofatida dengizga aylangan bo'lib, Guangdongdagi kelkun ofatida bevosita iqtisodiy ziyon 1 milliard 750 million yuanga yetgan. Guangdong doiralarining bildirishicha, qattiq yomg'ir sababidan Guangdongdagi nurg'un joylarda qattiq yomg'ir kelkunga o'zgarib, tog' gumurilib tushish qatorliq tabiiy ofatlarni keltirib chiqargan. 20-iyun soat 11 gacha Shaoguan, Qingyuan qatorliq ko'plagan joylarda jami 480 mingga yaqin kishi ofatning ta'siriga uchragan bo'lib, buzilgan ziroatlarning ko'lami 27,13 gektarga yetgan. 1729 uy o'rilib tushgan. Qingyuan shahridagi dehqonchilik ishlarimi ofatning ig'ir ta'siriga uchragan bo'lib, 21-iyungacha bo'lgan oraliqda vayron bo'lgan ziroatlarning ko'lami 3526 gektarga yetgan. Chorva mollarida kelib chiqqan iqtisodiy ziyon 5 million yuan, uy qushlarida kelib chiqqan iqtisodiy ziyon 4 million 600 ming yuandan oshgan. Undan boshqa beliq ko'lchaklarimi ofatga uchragan bo'lib, iqtisodiy ziyon 20 million 990 ming yuanga yetgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Guangdong o'lkasidagi aloqador doiralar seshanba kechda kelkundan mudofialanish darajasini 2-darajaga ko'targan. Shu kuni kechgacha butun o'lka bo'yicha 230 mingga yaqin kishi boshqa yerga ko'chirilgan. TikTok shirkatining ishlatuvchilarining uchurlarini Xitoyga yo'llaydiganligi oshkorlandi. Yaqinda oshkorlangan bir qism dalil isbotlar chet el nusxasidagi TikTokning Amerikadagi ishlatuvchilarining turli shaxsiy uchurlarini Xitoydagi bosh shirkatiga yo'llab beradiganligini fosh qildi. Oldingi kunlarda Amerikaning xabar to'ri bekiti BuzzFeed Amerikadagi TikTok shirkatining 80 qatimliq ichki yig'inning ovozli xotirasiga erishganligini, mazkur ovozlarga asoslanganda TikTokning Xitoydagi bosh shirkatining amerikalik ishlatuvchilarining sonliq ma'lumotlariga erishganligini, vaqtining bo'lsa 2021-yili 9-oydan bu yil 1-oygacha ekanligini xabar qilgan. Xitoyning ijtimoiy taratquv supalaridan biri bo'lgan TikTok izchil holda Xitoy rejimiga xizmat qilish, ishlatuvchilarning sonliq ma'lumotlarini Xitoyga ta'minlash bilan ayblanib kelayotgan bo'lib, navbatda Hindiston qatorliq bir necha davlatda butunlay cheklangan. Amerikadagi TikTok shirkati bo'lsa, barliq sonliq ma'lumotlarni Amerikaning Oracle shirkatining bulut supasiga saqlaydiganligini, hech qanday uchurni Xitoyga ta'minlamaydiganligini, barliq sonliq ma'lumotlarning Amerikadagi mulozimatlarda bexatar saqlanadiganligini da'vo qilib kelgan edi. Navbatda TikTok Amerikadagi yoshlarning orasida eng qarshi elishga erishgan ijtimoiy taratquv supalarining biriga aylangan bo'lib, TikTok shirkatining bu qilmishi oshkorlangandan keyin Amerika bexatarlik organlarining bu vaqtdagi andisi qaytadan kuchayishga boshlagan. Bir qism parlament a'zolari Amerika hukumatiga qaytadan chaqiriq qilib, TikTok shirkatiga egidorlik huquqidan voz kechish haqida buyruq tushirishni, aksiga bo'lganda butunlay cheklashni talab qilgan. Biden hukumati bultur 6-oyda Trump davrida yo'l qo'yilgan TikTok va Undidorga qaratilgan cheklamani bekor qilgan edi. Nuri Turkal Amerika Diniy erkinlik komitetining raisi bo'ldi.
Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raislik vazifasini o'tayotgan Nuri Turkal apandi 21-iyundan boshlab mazkur komitetning 2022-2023 yillik raisligiga tayinlandi. Amerikada yashayotgan Uyg'ur advokat, tashqi siyosat mutaxassisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkilotining mudiriyat raisi, Hudson institutining oliy tadqiqotchisi, tashqi munosabatlar kengashining a'zosi Nuri Turkal apandi 2020 yili Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissarligiga tayinlangan edi va 2021 yili iyun oyida Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisligiga tayinlangan edi. U bu qatim yana bir qadam ilgirlagan holda mazkur komitetning 2022-2023 yillik raisligiga tayinlandi. Nuri Turkal apandi muhojiratdagi zo'r ta'sirga ega Uyg'urlardan biri bo'lib, u 2021 yili xalqaro taratqularda dunyodagi ta'siri eng kuchli 50 rahbarning biri bo'lib baholangandan boshqa 2021 yili Notre Dame Universiteti Qonun fakultetining tunji qatimliq diniy erkinlik mukofotiga erishgan. Undan boshqa u yana Amerikaning Davr jurnali tarafidan 2020 yildagi dunyodagi ta'siri kuchli 100 shaxsning biri bo'lib baholangan. Xitoy rejimi Amerikaning jazo tadbirlaridan o'ch olish uchun hozirgacha Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetidagi Nuri Turkal apandini o'z ichiga olgan 7 Amerika amaldoriga jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Hindistondagi musulmonlar tashkilotining mas'ullari tashkilotlar birligini ziyorat qildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi 22-iyun Hindistondan kelgan Parlaq Hindiston vaqfining raisi Abdullatif Kalor boshchiligidagi hay'atni Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati ishxonasida kutib oldi. Mehmonlarni Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon, Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi muavin raisi Abdurashid Amin qatorliqlar birlikda kutib oldi. Ko'rishda mehmonlarga Sharq Turkistonning qisqacha tarixi, navbatdagi jiddiy vaziyati, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati tunishtirildi. Shundaqla Sharq Turkiston masalasini Hindiston musulmonlariga tunutish masalasi haqida o'zaro fikr almashtirildi. Parlaq Hindiston vaqfi Hindistondagi musulmonlar tashkilotlari ichida o'qitish, madaniyat, ijtimoiy yordam sohasida unumli xizmatlarni qilayotgan belgilik ta'sirga ega islomiy jamiyat bo'lib, ular bu qatimliq uchrashishda Sharq Turkiston musulmonlari bilan bo'lgan aloqa va hamkorlikni kuchaytirishni umid qilganligini bildirdi. Trump Baydenning Amerikani 3-dunyo urushiga so'rab kirganligini ilgari surdi. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump navbatdagi prezident Joe Bidenning davlat iqtisodining asosini xo'ritib, davlatni Ukraina sababidan dunyo urushiga so'rab kirganligini ilgari surdi. Trump bir televiziya kanalida o'tkazilgan suhbat jarayonida davlatimiz nurg'un avarichiliklarga duch keldi. Davlatimiz azaldan bundoq bo'lib boqmagan edi. Ukraina va Rossiyada yuz berayotgan ishlar tufayli ig'ir xatarga duch keldik. Bu ularning orzu qilganidek bir dunyo urushi bilan oxirlashishi mumkin. Ularning qilayotgani talvilik, bu bir saranglikdir dedi. Trump Bidenning Ukrainaga milliardlab harbiy yordam avatganligini tanqid qilib, to'qinishni kuchaytirishning 3-dunyo urushini keltirib chiqaradiganligini bildirdi. Va agar men hozirmi hokimiyat beshida bo'lgan bo'lsam, Ukraina urushi hargiz yuz bermagan bo'ladi deganlarni qayd qildi. Trump to'qinishning oldini qanday oladiganligini o'tirg'a qo'ymagan bo'lsa-mu, Amerikaning o'z hokimiyati mezgilda hurmatga sazovor bo'lganligini, qayta saylanib qolsa bir hafta ichida Eron bilan yadro tashabbusi to'g'risida kelishim hosil qilganligini bildirdi. U yana o'zining 2024-yildagi prezidentlik saylovida nomzod bo'lishiga hech qanday to'solg'u yo'qligini so'zlariga ilova qildi. Turkiya va Rossiya hay'atlari Moskvada ko'rishdi. Turkiya va Rossiya hay'atlari ochliq krizisini hal qilish, ochliq besilgan paraxodlarning Ukraina portlaridan chiqishiga ruxsat qilish masalalarini muzokara qilish uchun 21-iyun Rossiya poytaxti Moskvada bir yerga jam bo'ldi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Turkiya Rossiya hay'atlari yig'inda masalani hal qilish uchun Turkiya, Rossiya, Ukraina va BDTning o'zaro muzokara o'tkazish fikrining shakllanganligini bildirishgan. Bu ramkada Turkiya Davlat Mudofaa Ministrligining bir hay'ati tunugun ochliq krizisini hal qilish, ochliq besilgan savdo paraxodlarining Ukraina portlaridan chiqishiga ruxsat qilish, Borispol aerodromida turib qolgan Turkiya armiyasining aeroplanlarini bexatar holda Turkiyaga qaytarib kelish qatorliq masalalarni muzokara qilish uchun Moskvaga yetib borgan edi. Moskvada uzun davomlashgan yig'in oxirlashib, oradan bir necha soat o'tar o'tmay, necha kundan beri saqlab turayotgan Turkiya yuk paraxodi Ukraina portidan chiqqan.
NATO Türkiye haqida bayonot e'lon qildi. Shimoliy Atlantik Akti Tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenberg Finlandiya bilan Shvetsiyaning qisqa vaqt ichida NATOga a'zo bo'lishining ishga eshish ehtimolligining tuvanligini aytdi. NATO bosh kotibi Stoltenberg Finlandiya bilan Shvetsiyaning NATOga a'zolik uchun sungan iltimoslari haqida Turkiyaning bexatarlik andishlarini hal qilishga tirishayotganligini, bu ikki davlatning qisqa vaqt ichida NATOga a'zo bo'lishining ishga oshmaslik ehtimolligining yuqoriligini bildirdi. Stoltenberg bir xalqaro xabarlar to'rbatining naq maydon programmasida Shvetsiya bilan Finlandiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zolik uchun sungan iltimoslariga munosabatlik savolga javob berganda NATO ichida ko'p qitim o'xshamagan qarashlarning o'ttirg'i qo'yilganligini eskartib o'tdi. U so'zda yana bu hayron qolarlik ishmo emas. Chunki biz o'xshamagan siyosiy partiyalarga, o'xshamagan tarixga ega, o'xshash bo'lmagan rayonlardagi 30 o'xshamagan davlatmiz. O'xshamasliklarga qaramay bir-birimizni qo'g'dashda murassachilik asosida harakat qilamiz. Finlandiya bilan Shvetsiya masalasidami murassachilik ichida harakat qilayotganligimizga ishonaman. Lekin navbatda qilishga tegishli ishimiz Turkiyaga o'xshash ittifoqdoshlar o'ttirg'i qo'yayotgan o'xshamagan qarashlar va andishalarni hal qilishdir. Turkiyaning eng ko'p terrorlik hujumlariga uchragan davlat va NATO ittifoqdoshi ekanligini qabul qilishimiz kerak deganlarni bildirdi. Afg'onistonda yer tevrab 920 kishi qazo qildi. 21 iyun kechda Afg'onistonning Paktika o'lkasida 5.9 bal yer tevrab, dastlabki ma'lumotlarga asoslanganda 920 kishi hayotidan ayrilgan. Aloqador tarmoqlarning dastlabki aniqlashiga asoslanganda yer tevrashda 920 kishi hayotidan ayrilgan bo'lib, nurg'un kishining yaralanganligi, izlash va qutqizish xizmatining davom qilayotganligi hamda rayonga tik ucharlar bilan yordam avatilganligi bildirilgan. Amerika Geologiyalik tekshirish idorasi dastlabda yer tevrashning 6.1 bal ekanligini e'lon qilgan bo'lib, keyinchi 5.9 balga o'zgartgan edi. Yer tevrash shu joy vaqti kech soat 1:24 o'tganda yuz bergan bo'lib, poytaxt Kabulda va Pokistonning poytaxti Islomobod va Peshawar qatorliq nufusi zich shaharlarda mo tevrash his qilingan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah atik xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.